Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1993-yil 20-sentyabrdagi yalpi yig'ilishida 1994-yildan boshlab 15-may kunini Xalqaro oila kuni deb belgilangan. Bugungi kunda Xalqaro oila kunini keng nishonlash mamlakatimizda ham an'ana tusiga kirib ulgurgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-iyundagi O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Prezident qarorining 3808 qaroriga muvofiq 15-may har yili Xalqaro oila kuni sifatida respublika bo'ylab keng nishonlanish belgilab qo'yildi. Xalqaro oilalar kunini o'tkazishdan maqsad jahon hamjamiyati diqqatini oilaviy qadriyatlarga va oila instituti bilan bog'liq muammolarga qaratishdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-fevraldagi PF 1938 farmoniga binoan oila muqaddas degan ezgu g'oyani targ'ib qilish, xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va oilaning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitini yaxshilashga ko'maklashish maqsadida 15-may Xalqaro oila kuni oila muqaddas shiori ostida keng nishonlanish tashkil etish va o'tkazish belgilangan. Oila jamiyatning alohida asosiy bo'g'ini sifatida unda insoniylik, madaniy va ma'rifiy qadriyatlar, milliy mentalitet, etnik urf-odatlar, avlodlarning o'zaro azaliy bog'liqligi va tarixiy chambarsalligini barqaror hamda rivojlanish omili bo'lib tan olingan. Oilaning muqaddas hisoblanishida davlat tobora mustahkamlanib rivojlanadi va xalqning turmush farovonligi ijobiy tomonlama ortib bormoqda. Har doim mamlakatning rivojlanishi oilaning jamiyat va davlat oldidagi mavqeiga qarab belgilangan. Inson hayoti oiladan boshlanadi. U yerda u shaxs sifatida shakllanadi. Oila bu sevgi, mehr-muhabbat, hurmat va hamjihatlik manbai asosida yetuk jamiyatni barpo etadi. Oilaning farovonligi